Muvaffaqiyat haqida eshitganimizda ko'pincha hamma narsa tez va oson sodir bo'lgandek tasavvur qilamiz. Ammo har bir yirik natija ortida hamma ham ko'ravermaydigan qiyin yo'l yotadi. 2021-yil Toshkentga endigina kelgan 18 yoshli yigit. Uning qo'lida katta sarmoya emas, faqatgina kompyuter va boshlang'ich Photoshop bilimi bor edi xolos. U qulay fursatni yoki mijozlar o'zi kelishini kutib o'tirmadi. O'zining birinchi yirikroq buyurtmasini olish uchun u erinmasdan 78 marotaba begona odamlarga qo'ng'iroq qildi. Qator rad javoblardan keyin bor yo'g'i bitta uchrashuv imkoniyati uchun Toshkentdan Farg'onagacha borib keldi. Bugungi mehmonimiz Abdulhamid aka Yoqubov. O'zi birinchi zapus qilayotganda odam foydani ko'zlashi sal noto'g'ri narsa, chunki u auditoriya yig'adi, produktlar razraботka qiladi. Bu qiyin narsa-da. Misol uchun 50 minggacha rasul bo'lishi mumkin bitta zapusda. Men universitetda kirganman. Endi men universitetga kirganimdan keyin ko'p bormaganman, mo'moyim shunda. Ko'proq ishlaganman, universitetga bormaganman. Keyin oxiri ko'pchilik o'z sohamda eng zo'r mutaxassisi bo'lsam, eng ko'p daromad topaman deb o'ylaydi. Lekin bizning bugungi mehmonimiz bu yo'l davomida tushunib yetdiki, quruq mehnatni yoki hunarning o'zi yetarli emas ekan. Bu e'tiborini insonlar psixologiyasiga va bozor qonuniyatlariga va zapus arxitekturasiga qaratdi. Shaxmat o'ynash oson, lekin strategiyasi bor shunaqa. Xuddi shunaqa-da. Figuralar xatga yurishni bilganingiz bilan unikal opit kerak. Obsession bor, intizom bor-da. Men ko'pincha obsessionda ishlayman-da. Misol uchun bir narsaga kirsam, obsessed bo'lib ketaman. O'sha bo'yicha ishlaganim hisobidan yaxshi natija bo'lgan deb o'ylayman. Natijada noldan boshlagan bu yigit bugun atigi 23 yoshida yirik marketing budjetlarini boshqaradigan kuchli strategikka aylandi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz podkastimizga. Abdulhamid aka, o'zingiz haqingizda ozgincha gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi, chunki sizni taniydigan, tanimaydigan odamlar bor. Ismim Abdulhamid, yoshim hozir 23 da. Marketing bilan shug'ullanaman, performance marketing bilan. Asosan klientlarga reklama budjetini boshqarib, ularga olib kelgan sodamizdan qanaqadir o'zimizga yarasha urish olamiz, mehnatimizga yarasha. Shu undan oldin zapusklar bilan shug'ullandik. Endi hozir ham shug'ullanamiz. Undan oldin bo'lsa shu targeting, marketing bilan faqat ishxonada ishchi bo'lib ishlaganmiz. O'zi umuman bu sohaga, media sohasiga deylik, marketing media sohasiga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan va kim sababchi bo'lgan? Media, endi hozir ham men mediadaman deya olmayman. Faqat umuman marketing sohasi haqida gaplashadigan bo'lsak, marketingga kirib kelishimda shu Toshkentga kelganimda qo'limda Photoshopni bilganman-da. Endi u yoqdan ko'rib YouTubedan. O'shan bilan dizayner bo'lib ishlaganmiz. Qarasam, targetologlar foydaliroq ish, endi shu vaqtda foydaliroq ish qilyapti. Men target o'rganganman. Keyin qarasam, marketologlar undan ham misol uchun foydaliroq ish qilib, keyin uni o'rganib, shunaqa kirib ketganman sohaga yo'nalishga. 2021-yil bu. 2020-yil adashmasam. Grafik dizayner bo'lganman deyapsiz. Bilsangiz, ko'pchilik mana shu hozirgi mediada, umuman marketing sohasida ko'pchilik grafik dizayner bo'lib chiqib, keyin bu sohaga o'tib ketgan. Masalan, Asror Iskandarov, Absattor Abdurahimov. Mana siz ham shunaqaysiz. Men o'zim xuddi shu sohadan boshlaganman-da. Nima sabab borki, bunaqa grafik dizayner sohasidan chiqqan hamma deb o'ylaysiz yoki o'sha payt trend bo'lgani uchunmi bu soha? Men o'ylaymanki, misol uchun endi bu sohadagilar ko'pi shu kompyuterda ishlab, mana shu narsaga qiziqqan. Variant unaqa ko'p bo'lmaganda, misol grafik dizayner bor edi, 3Dchilar bo'lardi, dasturchilar bo'lardi. Ular eng osoni grafik dizayner, eng tez o'rgansa bo'ladi. Menimcha shu bo'lsa kerak. Siz qayerdan o'rgangansiz? YouTubedanmi? Yo'q. HTML darslik bo'lardi bitta. Kitobga o'xshaganroq narsa bo'lardi. Bitikda misol uchun triklarni o'rgatardi. Masalan, odamni kallasini joyiga qushni kallasini qo'yib qo'yish, mana shunaqa narsa o'rgatardi. O'shandan qiziqib kirib ketganman. Xo'p, hozir zapus sohasida yoki faqat target yo'nalishdamiz hozir? Hozir endi oldin misol uchun sheriklar bilan partnerskiy marketing qilardik, partnerskiy zapus qilardik, birgalashib birinchi servis qilardim. Hozir yo'q, faqatgina kompaniyalar bilan ishlayapman. Endi misol uchun unaqa konkret zapret qo'yganim yo'q-da. Hozir misol uchun kompaniyalar bilan yomon bo'lmayapti natija, o'shaning uchun shu yerda hozir. Qaysi kompaniyalar bilan ayta olasizmi hozir? Hozir misol uchun yaqinda kontrakt qildik, yana Smart Life bilan qildik yana kontrakt. Undan tashqari частный shkola proyektlarimiz bor, klinika proyektlarimiz bor.
shunaqa. Endi ular bilan anaqa borda menda. Hozir yo nomini aytishim kerak, yo reklama byudjetini aytishim kerak o'shanga. O'zingizni jamoangiz bormi yoki o'zingiz qanaqadir taklif xizmatingiz bormi yoki? Yo'q, bizda komanda formatida ishlaymiz, faqatgina отдел продажni kompaniyaning ichiga quramiz. Sizda asosiy vazifangiz nima shu unda sotuvda yoki Asosiy vazifam klientga generatsiya qilish. Internetdan klientga generatsiya qilish. Shu haqida ham ozgincha tushuntirib bering. Masalan, deylik, misol uchun siz bir nima desa bo'ladi? Bir yo'nalishda faoliyat olib borasiz. Ijtimoiy tarmoqlar, endi performans yo'nalishidan o'zingizga klient jalb qilmoqchisiz. O'zi misol uchun produktingiz yaxshi, ishingiz yaxshi. Unda nima bo'ladi? Sizda xayolingizda ikkita narsa bo'ladi. Birinchi bo'lib SMM mutaxassislar bilan ishlab ko'rasiz, agentstvalar bilan ishlab ko'rasiz. Baribir men o'ylashim bo'yicha ko'p loyiha bilan ishlagan odamda fokus bo'linganini hisobidan u yoqda qanaqadir nima desa bo'ladi, konveyerga tushgan yechim olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu ham yomon demoqchi emasman, bu ham yaxshi, lekin konveyerga tushgan yechim bo'ladi. Endi ba'zi bir odamlar nima qiladi? Shu kanaldan kattaroq natija olgisi keladi va kattaroq reklama byudjet qilib tezroq o'sgisi keladi. O'shanda endi masalan deylik, reklama byudjetingiz katta bo'lgandan keyin lead potokingiz ham katta bo'ladi. 30 mingta, 50 mingta leadni обработка qilish kerak, u bilan ishlash kerak. Buncha отдел продаж bo'lishi kerak sizda. Ko'pincha muammo nima bo'ladi? Отдел продаж ishlaydi, marketing komanda ishlaydi. Ishlaganda bitta oxirida kimdir aybdor bo'lib chiqadi. Misol uchun marketing aytadi, mana bular sota olmadi deydi, отдел продаж aytadi, lead kачествоsi zo'r emas deydi. Shunaqa разногласие bo'lib qoladi. Vaholanki bu yerda o'sha ikkala отделga ham javobgar bitta odam bo'ladigan bo'lsa, unda ish osonroq bitadi. Shuning bitta mijoz narxini hisoblaymiz. Misol uchun aytaman, bitta kelgan mijoz uchun mana bunaqa byudjet bo'ladi deyman. Ular ham soglasiya qilishsa, hamma narsani shuning ichiga qo'shamiz. Shu bilan shug'ullanamiz hozir. Tushunarli. Hozir xo'p, umuman O'zbekiston bozorida zapusk sohasida talab qanchalik darajada? Zapusk sohasida talab nima yo'nalishiga qarab, men katta deb o'ylayman. Faqatgina biznesda deylik. Infobiznesda katta talab juda ham, faqatgina disbalans bor. Masalan, biz 2023-yilda qilayotganimizda, adashmasam 2023-2024 edi. Barnomalar ular bilan qilayotganimizda shunaqa bozor shunaqa ediki, masalan, prodyuserivaniya qilganingizdan keyin misol uchun sizga yarasha ekspert bor edi, ekspertga yarasha prodyuser bor edi. Tushunasizmi? Daraja ham deyarli bir xil. Masalan, ekspertlar avval zaps qilib ko'rmagan, bilmaydi nima qanaqa, prodyuserlar ham tajribasi juda katta emas, marketing tajribasi bor odam qilsa yaxshi bo'ladi. Keyinchalik nima bo'ldi? Birozdan keyin endi yangi bozor ochilganini ko'rib, hamma prodyuserlar kirishni boshladi bu bozorga. Endi prodyuser ko'paydi, естественно, misol uchun ko'pini o'zimiz ham o'qitdik, gap yo'q. Prodyuserlar kirishni boshlagandan keyin endi disbalans paydo bo'ldi. Masalan, prodyuserlar soni ekspertlardan ko'payib ketdi. Bu degani nima degani? Misol uchun prodyuser xizmatiga oladigan haq pasaydi yoki bo'lmasa ancha muddatdan beri zaps qilib kelayotgan odamlarda o'sha partnyorствosiga zarar keldi. Masalan, bilan qilib ko'ray deydi, arzonroq bergisi keladi, kamroq protsent. Keyin nima bo'ldi? Keyinchalik endi естественно prodyuser ko'paygan, lekin tajriba hammada bir xil emas. Misol uchun bitta zaps qilib ko'rganingizdan keyin keyingi zapuskingizda o'ziga yarasha tajriba bo'ladi-da sizda. Kirgan odamlar ko'pincha yangilar ham bo'ldi, boshqalar ham bo'ldi, chunki kamroq protsent degandan keyin yangiroq bo'ladi. Anaqaga ko'ra. Xo'p, endi ular qilishdi, lekin o'sha vaqtda qarang, prodyuser ko'paydi, buni hypeida ekspert ham ko'proq qilishni boshlashdi, ekspertlar ko'proq zaps qilishni boshlashdi. Natijada reklama narxlari ko'tarildi, vebinarga odamlar kirish kamaydi, konversiyalar pasaydi. Bozor sekin-sekin o'zining holatiga kelishni boshladi. Ya'ni, misol uchun oldinlari oson bo'lgan bo'lsa, hozir sekin anaqa bo'ldi. Misol uchun balans kelishni boshladi. Bundan keyin shunaqa holatga keldi. Birinchi zaps qilayotganda odam foydani ko'zlashi sal noto'g'ri narsa, chunki u auditoriya yig'adi, produkt razrabotka qiladi. U qiyin narsa-da. Misol uchun 50 minggacha rasxod bo'lishi mumkin bitta zapsda. Qilib foyda ko'risha olmadi. Ba'zi birlar misol uchun sotuvni ham yaxshi qila olmagan, zarar qilgan. Keyin birin-ketin chiqib ketishni boshlab prodyuserlar. Hozir meni ko'rishim, ekspertlar bor, ular ko'p. Endi ular ekspertlar o'zi qilmoqchi. Ekspertlarning o'zi prodyuserlikni, o'zini kursini o'zi sotish bilan shug'ullanmoqchi, market oldida olib, PM olib, bu ham yaxshi versiya, lekin agar qanaqa yaxshi kuchli prodyuser bo'lsa, hamma ekspert yo'lmasa kerak deb o'ylayman. Prodyuserni degani, masalan, ekspertni o'zlari qiladi deyapsiz. Prodyuser umumiy o'z asosiy vazifasi nima?
boshidan to A dan Zgacha deylik, vazifasi nima bo'ladi uni? Prodyuserning vazifasi. Prodyuser ikki xil ishlaganmiz biz. Hozir ham shunaqa deb o'ylayman. Birinchisi, misol uchun, ekspert va auditoriyasi yo'q, uni olasiz, unga auditoriya olib kirasiz va o'sha auditoriyaga produkt razrabotka qilasiz va uni sotasiz. Bu degani, misol uchun, katta ulush sizda bo'ladi, chunki ekspert mediasiga, boshqasiga, hamma narsasiga o'z pul tikishingizga to'g'ri keladi. Ikkinchi versiya qanaqa? Ekspert auditoriya aktivi bor. U faqat kursda prodyuseriyasi bilan shug'ullanadi, kurs sotuviga javob beradi. Onlayn shkolanikini. Bu ham bitta variant. Bunda endi sal kamroq o'ziga yarasha anaqa bo'ladi, ulushga ega bo'ladi. Bozorda o'rtacha qanaqa fozga ishlashadi prodyuserlar? 50-50, 60 ga? Prodyuserlar 60 ga 40 ishlaydi hozir, adashmasam. Aktivlar ekspertga ko'proq bo'lsa. Agar misol uchun pul tikishga qarab ko'proq, menimcha, misol uchun kurs zapiska uchun agar teng pul tikadigan bo'lsangiz, 50 ga 50 ishlasangiz, misol uchun yaxshi. Agarda siz kamroq pul tikadigan bo'lsangiz yoki teng pul tikkan taqdiringizda ham ekspert obunachisi oldindan yig'ib kelgan narsasi bo'lsa, unda 60 ga 40 yaxshi. Endi hamma narsa agar siz tomonda bo'ladigan bo'lsa, sizda 60, u tomonda 40 bo'lgani yaxshi. Ba'zida 70 ga 30 gacha ham ishlashadi. Prodyuserda 70, ekspert 30. O'rtacha bitta zapisk qilishga qancha vaqt ketadi va bitta ekspert bilan qancha vaqt davomida zapisk qilish kerak? Bir marta qilib 2 oyda birmi yoki 3 oyda birmi? 3 oyda bir qilish yaxshi. Misol uchun, birinchi ekspertni oldingiz, uni 50 ming obunachi olib kirguningizcha ozgina vaqtida, 50 ming obunachi deganda endi 1000 ta waitlistga odam degani. Olib kirguningizcha taxminan 3 oy vaqt ketadi. Undan keyin uni o'qitishga yana 3 oy vaqt ketadi. Birinchi xullas zapuskingiz, birinchi misol uchun ekspertni olganingizdan boshlab 6 oylik pulingizni 3 oydan keyin ishlashni boshlaysiz. Keyin o'sha 3 oy intervalda qilish mumkin bemalol. O'sha kurs tugagandan keyin, chunki bitta potokni tugatsangiz, ikkinchi potok boshlash oson bo'ladi. Keyslar tayyor bo'ladi. Misol uchun, bu potokda o'qigan odamlar rezultat qilishni boshlaydi, yig'ish osonroq bo'ladi. Tushunarli. Hozirgi mana shu info biznesda deylik yoki marketing sohasida deylik, qaysi mutaxassislar yetishmayapti o'zimizda? Hamma mutaxassis yetishmaydi deb o'ylayman. Birinchi o'rinda, misol uchun, yaxshi kopi yozadigan copywriterlar yo'q. U qiyin juda ham topish. Ssenariy yozish, misol uchun, xat oladigan ssenariy yozish, sotadigan ssenariy yozish, bular juda qiyin narsalar. Misol uchun, targetolog ham dash copywriter kerak. Copywriterlar kam. Copywriter ssenarist. Copywriter ssenarist kam. Shu savolni bermoqchi edim. Masalan, o'zingiz tajribangizdan kelib chiqqan holda so'ramoqchi edim. Yirik zapisklar va vebinarda matn offerlar ssenariyning o'rni qanchalik muhim? Ya'ni yaxshi yozilgan o'sha skriptlar konversiyasi amalda necha foizga oshirib beradi skriptlar? Katta zapusklarda mana bizga bir narsa aytadi, misol uchun, zapusk emas, общий, juda ham misol uchun oddiy narsa. Masalan, deylik bir webinar qilyapsiz, odam olib kirishingiz kerak, o'tga trafik tortishingiz kerak. Misol $10 ming biz sarflardik o'rtacha bitta webinar uchun. Bizda qanaqa kirgansiz, 13 mingtadan eng ko'p 55 mingtagacha odam kirgan bitta zapusk uchun webinarga. Endi tasavvur qiling, masalan, 10 ming byudjetda 10% yaxshiroq ishlab bergan matn ham o'zi $1000 deganida. Bu 10% emas, 2-3 barobar farq qilishi mumkin. Bu bitta anaqani o'zida, boshini o'zida. Undan keyin efirdan odam kirdi, kirgan odamda misol uchun saytga o'tadi. Saytdan kanalga o'tish konversiyasi bor. U oldin 80 edi, hozir 50. Buni ustida ishlab misol uchun 60-70 qilsa bo'ladi. Undan keyin kanalga kirgan odamda efirga kirish protsenti bor. U misol o'rtacha 17% oladigan bo'lsangiz, ba'zida 10, ba'zida 25 bo'ladi, ko'piga qarab. U endi efirga kirgan odamni sotib olish protsenti bor. U 5% o'rtacha. 5% bo'lishi mumkin, u 10% bo'lishi mumkin. Lekin masalan efirda odam ushlab turish endi to'g'ri, bu ko'proq o'sha ekspertga bog'liq, lekin umumiy olib qaraganda juda muhimda bu narsalar. Copywriting sohasi nima bizda qanaqadir o'qitadigan bir ekspert yo'qmi yoki odamning o'zida qobiliyat bo'lishi kerakmi copywritingga? Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda shu darajada talab kam ekan. Yo'q, talab ko'p. Talab ko'p, ekspert kam demoqchiman. Copywriting men o'ylashim bo'yicha bizda noto'g'ri shakllanib qolgan. Misol uchun, birinchi o'rinda talab qilayotgan odam noto'g'ri talab qiladi. Ikkinchi o'rinda o'zi o'qitish ketma-ketligim bizda sal boshqa shakllangan. Masalan, onlaynda bo'lsa copywriting degan darslar bo'lardi. Ular nima bo'lgan? SMM postlardagi tekst yozish bilan shug'ullanishgan. Endi bu unaqa, misol uchun biz o'ylagan narsa emas-da. SMM postdagi tekst yozish bilan shug'ullangandan keyin copywritingni obro'si unaqa zo'r bo'lmagan.
masalan tekst yozib yurasanmi degan tushuncha bo'lgan, unaqa zo'r bo'lmagan. Shuni hisobidan menimcha bizda unaqa rivojlanib ketmagan. Bundan tashqari copywritingga bizga soft skilllarga qarashadi. Masalan, targetolog bo'lsangiz, copywritingingiz yaxshi bo'lsa, yaxshiroq targetologsiz. Ssenarist bo'lsangiz, copywritingingiz yaxshi bo'lsa, yaxshiroq ssenaristsiz deb qarashgani uchun menimcha shunaqa rivojlanmay qolgan deb o'ylayman. Lekin misol uchun men bolalarni taniyman. Ularni talabi kopidan, birinchi bo'lib kopidan boshlaydi. Misol targetolog bo'ladi, marketolog bo'ladi, copywritingga qanaqa deydi. Yaxshi desa yaxshi, anaqa yomon desa ishlash kerak ekan deydi. Copywriting deganda misol uchun ko'pchilik o'ylagan narsa emas. Masalan, saytlarga tekst yozib, u ham copywriting kiradi to'g'ri, lekin unaqa katta emas. Ko'pincha sotuvchi matnlar bilan shug'ullanadigan odamlar nazarda tutyapman copywriting deganda. Copywriting deganda masalan sun'iy intellekt chiqqandan keyin bu soha o'ladi deyishdi ko'pchilikda. Sizning fikringiz qanaqa edi shu narsaga? Chunki ChatGPTga chiqqan payti yozib bersang, xuddi siz aytganda, u paytda copywriting desa, o'sha postlarning tagiga tekst yozish bo'lgani uchun hammani xayolida sun'iy intellekt chiqdi, bo'ldi, postlarni sun'iy intellekt bilan yozdirib olamizda, bo'ldi. Copywritingga ish yo'q dedi. Lekin hozirgacha qarang, masalan, Imangadze offerlar berib turadi, masalan, ish o'rni copywritingga juda ko'p qo'yadi. Ha. Sun'iy intellekt chiqqandan keyin, mana copywritingga agarda misol uchun siz aytgan точка зрениyadan qaraydigan bo'lsak, yo'q ketadi. Lekin misol uchun men aytgan точка зрениyadan qaraydigan bo'lsak, shunchaki bu copywriter uchun yaxshi instrument bo'lib beradi, xolos, sun'iy intellekt. Chunki mana oddiy misol uchun sizga aytaman. O'zi umuman media, copywriting bu sohalar zero sum game deyiladi. Misol uchun uni tushunasiz? Zero sum game'da tushunmagan uchun aytib ketaman. Misol uchun eng zo'r odamlar natija qiladi, o'rta me'yorli odamlar zararda yuradi. ChatGPT yoki bo'lmasam Cloud Code hammasi, Cloud Code, Cloud Pro farqi, hammasi anaqadan oladi. O'rtacha content generatsiya qiladi, misol uchun. O'rtacha deganda qanaqa? O'sha Redditdan boshqa joydan, u yoqdan bu yoqdan hamma yoqda tortadi datani. O'rtachasiga content yozib beradi. Bu yerda katta narsa qilish uchun siz top bo'lishingiz kerak. O'sha 1%, 2%, 10% dagi tekstlar yozadigan bo'lsangiz, zo'r narsa qilasiz. LLM qanaqa generatsiya qiladi? U misol uchun uni oladi, buni oladi, buni oladi. Oltin o'rtalikni sizga beradi-da. Maksimal strukturasini o'rganib, ozgina o'shani ideyasini berishi mumkin. Notebook elimda shunaqa. Oltin o'rtalikni beradi. Siz misol uchun yaxshi narsa chiqarishingiz uchun hammani o'zining stili bor masalan. Kimdir sal qo'polroq yozadi. Uni sizga ideyasini generatsiya qilib bera olmaydi anaqa. Qilib bera olsa ham o'sha yana o'rtachaga borib qolaveradi. Faraz qiling, mana hamma misol uchun cloud ishlatyapti-da. Hamma clouddan olib tekst yozyapti. Hammada bir xil bo'ladi, hech kim ko'rmaydi o'shani. Struktura bir xil, stil bir xil. Struktura bir xilmi, har xilmi, ideya bir xil bo'ladi ichidagi. Kimdir olyapti-da, misol uchun uni o'zini qanaqadir kuzatuvlarini, o'zini fikrlarini qo'shib aralashtirib qilyapti. Uniki o'zi ajralib qolaveradi. Baribir sotuvda psixologik juda katta rol o'ynaydi. Yozishda ham psixologik yondashib yozish kerak-da. Sun'iy intellekt esa bu narsada hali no'noq. Yo'q, qila oladi. Psixologik tomonlama. Yo'q, qila oladi. Faqat o'rtacha bo'lib qoladi. Zo'r yozadi, faqat misol uchun nima desa bo'ladi. Mana masalan qarang, tasavvur qiling, 10 ta bloger olingda, 10 ta bloger sun'iy intellektga reels yozdirdi, misol uchun 10 ta bloger bir xil prompt berdi, deyarli bir xil o'tda anaqa keladi. Javob keladi, ideyalar bir xil keladi. Endi tasavvur qiling, bittasi turibdi, o'zining ideyasini olyapti. O'zi ishongan ideyani olyapti, faqat o'sha ideyani kopi bo'yicha to'g'rilab strukturaga soldirib chiqyapti. Masalan, hookni 10 ta hook yozib ber deyapti, tanlab olyapti. 10 ta body yozib ber deyapti, tanlab olyapti. Yoki masalan, bu joyini mana o'zgartirib ber deb ishlayapti, birgalashdi. Uniki farqi katta bo'ladi. Prosta yozib bergandan ko'ra. Bu xuddi mamlakatda deb o'ylayman-da, mana qarang, misol uchun. Sun'iy intellektda muzikalar, ashulalar chiqarishyapti-ku, to'g'rimi? Savol sizga, ashulachi bo'lib ketadimi? Yo'q. Endi bilmaymiz buni, lekin o'sha u ashulani hamma sun'iy intellekt yozib bergan ashula hit bo'ladimi? Yo'q. Hit bo'lish uchun nima kerak? Hit bo'lish uchun bilmadim nima kerak. O'shaning orqasida turgan odamni anaqasi kerak-da, ko'proq, ijodda ko'proq rol o'ynay oladi. Misol uchun sun'iy intellekt qilib beradi, gap yo'q, lekin uni orqasida kimdir anaqa orkestrate qilib turadi-ku. O'shani ta'sirida katta narsa bo'ladi u yerda. U instrument, пока что. Zo'r. Tushunarli. Xo'p. Bitta podkast siz aytgansiz, sohadagi eng zo'r mutaxassis bo'lish uchun
bo'lish bu eng ko'p pul topish degani emas. Degan ekansiz, ko'rib chiqdim shuni. Unda o'z ishini ustasi bo'lishdan tashqari mutaxassis haqiqiy katta daromadga olib chiqadigan eng muhim qanaqa skilllar bor deb o'ylaysiz? Katta deganda nechi pul? Chunki har xilda hammasi. Endi hamma pulni ham har xil tushunish mumkin. O'zbekiston misol uchun sharoit O'zbekiston oladigan bo'lsak, mutaxassis sifatida misol uchun aytaylik 10,000 plus uslovni yaxshi hisob. O'zi 1000 plus zo'r mutaxassis 1000 plus hammada. 10,000 plus haqida gapirishadigan bo'lsak, 10,000 plusda men o'ylayman yetarlicha odamga tanilish va ozroq reklama bilan ishlash yetarli deb o'ylayman. Reklama bilan ishlash, o'zini reklama qildirish demoqchisiz, to'g'rimi? Mediada sal ko'tariladi. Yetarlicha odamga tanilish, ozroq o'zini o'sha reklamasi bilan ishlash yetarli deb o'ylayman. Va undan tashqari haqiqatdan ishini yaxshi qilish kerak, zo'r qilish kerak. Misol uchun deylik, bir odam bor, juda ham yaxshi ish qiladi, yaxshi deganda zo'r, top 1% dagi odam. Misol uchun uning ishini qo'yganingizdan keyin boshqa kamchilik topolmaydi. Uni nima qilish kerak? O'zini shu axlatini, taniqliligini oshirish bilan shug'ullanish kerak bo'ldi. Endi misol uchun undan teparog'iga qarab yurmoqchi bo'lsa, unaqada nima desa bo'ladi? Ko'proq biznes tomonga o'tish kerak, menimcha risk bilan ishlashni bilish kerak. Bu ikkita alohida qobiliyat. O'zini tanitish kerak deyapsiz, to'g'rimi? Shunaqami? O'zini tanish uchun aynan Instagramda deylik, Instagramda o'zini sohasi bo'yicha kontent qilish shartmi? Instagramda bo'lmasa, YouTube'da qilsin. YouTube. Instagramda ko'pchilik hozir Instagramda ekspertlar o'zini tanitadi, o'zini sohasi bo'yicha ma'lumot beradi, YouTube'dan qolib ketadi. Sizni masalan o'zi deyarli Instagramda kontent qilmaysiz sohasi bo'yicha o'zingiz shaxsiy postlaringiz bilan bo'lishasiz, lekin YouTube'da kontentlaringiz bor. Kimdirlar shuni teskarisini qiladi. Bu qanchalik hozir mutaxassis deganda sohadagi mutaxassislar aytyapsiz. Sohadagi mutaxassislar o'zini tanish uchun ko'proq Instagramda o'zini sohasini tushuntirishga harakat qilyapti. Bu to'g'ri yo'lmi yoki кейslari bilan ko'proq tanilish kerak? Bu ikkalasini ham to'g'ri-noto'g'ri deb bo'lmaydi, lekin misol uchun bu haqida menda qarashlarim bor. Masalan, Instagram trafik generatsiya qilgan juda ham zo'r joy. Birinchidan, ikkinchidan hamma aytadi, masalan, Instagramda nima desa bo'ladi? Juda ham misol uchun yaxshi joy emas deydi kontent qilgani. Ko'pchilikda shunaqa fikr bor. YouTube'da qilgan yaxshiroq deydi, YouTube'da loyalность katta bo'ladi deydi. Yaxshi bu ham, lekin men aytaman Instagramdagi kontentni saviyasiga qarab deyman. Masalan, deylik Instagramda saviyali kontent axlat olmaydi emas. Просто kam deb o'ylayman. Misol uchun ba'zi birgida chiqib qoladi, zo'r narsalar chiqib qoladi, zo'r axlat oladi. Lekin umumiy kontekstda misol uchun bizda axlat oladigan mavzular boshqa bo'lgani uchun, anaqa ham kreatorlar ham o'shanga ko'proq moslashishga harakat qilishadi. Masalan, deylik ommabop bo'lgan o'z mavzular borki, o'shlarga moslashishga harakat qilishadi. Endi YouTube'da auditoriya nisbatan kamroq, aktivность auditoriya ko'p, aktivность kamroq bo'lgani uchun YouTube'ga xohlaganini qilishadi, boshqa qilishadi, keyin bu yoqda generatsiya qilayotganda ham yaxshi trafik olib kirishga harakat qilishadi. O'shuning hisobidan ham men o'ylayman YouTube'da effektivность kattaroq bo'lyapti poka что. Lekin bitta reelsimdan 5000 ta, 6000 ta lead olgan reelslarim bor, u misol uchun uni aniq qila olmaysiz. Ya'ni u yerda qaysi instrument ishlatasan emas, qanchalik yaxshi qilasan degan savol turibdi-da. Demak, qilish kerak Instagramdan, to'g'rimi? Soha bo'yicha kontent qilish kerak. Soha bo'yicha emas, hatto ekspertligi bo'yicha demoqchiman. Trafik generatsiya qilish kerak. Misol uchun nima ekspertligiga qarab? Masalan, men prodyuserman. Lekin men kontentim ko'proq shaxsiy rivojlanishga qaratilgan videolar chiqaraman. Siz qilishingiz kerak. Chunki mana qarang, o'zini auditoriyasi bor-da. Masalan, Instagramda deylik, Instagram ko'proq mana qaraysiz. Misol uchun YouTube ko'proq ta'lim platformaga tortadi-da. Instagram ko'proq qanaqa? Dating app nima bo'ladi? Tanishuv sayti. Tushunyapsiz? Mana endi meni fikrimcha shunaqa bo'ladi. Bitta qizdek hamma qizlar o'zining chiroyli tushgan rasmlarini qo'yadi, hamma bolalar eng yaxshi borgan joylarini qo'yadi, o'zlarini. Shunaqa narsa-da, misol uchun Instagramda chiroyli kartinkalar, misol uchun chiroyli narsalar ko'p axlat oladi. Ta'lim narsa qo'ysangiz, Instagramga odam bir nima o'rganib kirmagan-ku. U unga unchalik qiziq bo'lmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun u o'tkazadi. Entertainment narsa qo'ysangiz, emotsiya beradigan narsa qo'ysangiz, u qiziq bo'ladi. Masalan, juda ham oddiy narsa, misol uchun
Instagram bo'yicha odamlar o'zini kategoriya qo'yib olgan. Masalan, qiz bola o'ziga standarti bor kiradi, misol uchun. Shu standart to'g'ri kesib podpiska bosadi, o'g'il bola ham xuddi shunaqa. Ya'ni dating app o'rnini tushunish kerak. Lekin misol uchun boshqa auditoriya qurmoqchi bo'lgan odam uni oldindan anaqa qilsa, nima desa bo'ladi? O'ylab qilsa, buni yaxshi ishlatsa bo'ladi. Masalan, faqatgina erkak kishini auditoriyasini qurganlar bor. Faqatgina nima desa bo'ladi? U misol uchun faqat ayollarda o'zining auditoriyasini qurganlar bor. Ularda ham xuddi boygi narsa, emotsiya. Har xil emotsiyalar, Instagram shunaqa emotsiya platformasi. YouTube ko'proq ta'limga tortadi. Tushunarli. Lekin qarang, masalan, aytganimdek, menda auditoriya bor. Mingtadan ziyod auditoriya bor. Men biron marta o'zimni soham bo'yicha video chiqarmaganman. Bu menga qiziq emas, lekin o'zimda hali nima deydi, nimadir o'rgatishlik uchun auditoriyaga. Chiqarmasam ham bo'ladimi yo shart emasmi? Sarafa marketing qilib deyman-da. Masalan, siz ham ko'p post chiqarmaysiz, lekin sizda mijozlaringiz yaxshi, ko'p bor. Men qilishim shartmi yo'qmi? O'zim tanishlik uchun ekspert sifatida, mana copywriter sifatida tanishligim shartmi Instagramda? Men qarang, producer sifatida o'zimni qarang, mana narsa bor-da, misol uchun. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu kontentda davom etishim kerakmi yoki o'zgartirib prodyuserlik bo'yicha kontent chiqarishim kerakmi demoqchiman. Mana shu 10 mingta auditoriya bilan. Hozir kelamiz. Mana bunday narsa bor-da. Expert Secrets degan kitob bor. Agar misol uchun uni o'qigan bo'lsangiz, ekspertni daromadini oshiruvchi usullar degan alohida anaqa bor. Bu bo'yicha sizda 4 xil 5 xil produktingiz bo'lishi kerak deydi. Mana birinchisi asosiy produktingiz bu nima? Prodyuserlik. Ikkinchisi konsultatsiya. Uchinchisi birga bir Tripwire. Kichkina Tripwire, nimadir, kichkina produktingiz. Keyingisi podpiskali produktingiz. Keyingisi kursingiz, flagmanskiy. Shu 5 narsangiz bo'lishi kerak. Sizda hali bittasi ham yo'q, faqat bittasi bor, misol uchun prodyuserlik. Sizga maqsadga qarab, agar misol uchun kelajakda nima qilmoqchisiz, deylik, kursingizni, konsultatsiyani nimadir sotmoqchimisiz yoki bo'lmasa prodyuserlik uslugi sotmoqchimisiz? Prodyuserlik uslugi. Bu asam sizga umuman kerak emas bu narsalar. Lazim Instagram kerak emas. Bitta bo'lsa. Siz prodyuser uslugi sotmoqchi bo'lsangiz, bitta katta case qilingda, ittak o'shani hamma gapiradi. Tushunarli. Keyin любой, masalan, hozir endi bizda bozor shunaqaki, пока что disbalans, prodyuser kam ekspertdan ko'ra, yaxshi ekspert ham kam o'zi. Siz agar kimlardir zapis qilmoqchi bo'lsangiz, imенно chiqsangiz juda unaqa muammo emas bizda yopish. Ya'ni masalan, siz hozir ekspertingiz bor, to'g'rimi? Bor. Birinchi ekspert topganingizni eslaysizmi? Qancha tajribingiz bor edi? Yo'q. Noldan shunchaki kurs o'qib, Humoya degan kursda o'qiganman-da, shunchaki qilib ko'rganman. O'sha o'qigan bilimlarimdan foydalanib. Yaxshi bo'lganmi? $10,000 Chotki ekspert anaqa qilmagan, muammo qilmagan? Yo'q, muammo qilmagan. Tushunadi, auditoriya u ikkinchi masala. Gap nima maqsadga qarab. O'zbekiston bozorida hozir mijoz jalb qilish, ya'ni lead narxi nisbatan arzonroq dedi podkastingizda. Lekin kelajakda bu narxlar xuddi Amerikadek qimmatlashsa, kichikroq budjet bilan ishlaydigan tadbirkorlar qanday strategiyaga o'tishlari kerak bo'ladi? Endi Amerikadek qimmatlamaydi, menimcha-yu. Misol uchun o'tda narx, produkt narxi ham o'zi shunga yarasha bo'ladi. Lekin O'zbekistonda masalan agarda hozirgi holatda kichkina budjet bilan ishlaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, UGC organikaga fokus qaratib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Agarda o'sha biznesda egasi yoki bo'lmasa kimdir mas'ul odam shug'ullansa. Agar tashqaridan olib kelinsa mutaxassis, unda sal qiyinroq. UGC haqida ozgincha tushuntirib ketishim UGC user generated content deydi. Masalan, deylik, bizda uslubiy aytamiz, mikroblogerlar bor. Mikroblogerlar kamroq budjet bilan yaxshi kontent qilish xususiyatiga ega. Masalan, hozir bilgan bo'lsangiz, Instagramda ham o'zi obunachilikka qaramaydi-da, soniga anaqa olish uchun, ahvol olish uchun. Matematika yaxshimisiz? Yo'q. Ikkichi bo'lgan. Matematika ham o'yin. Matematika o'yin. Endi meni o'yinga bo'lganim sababi dadam kotib bo'lib ishlaganlar. Kotib? Kotib degani, bilmaysizmi kotibni? Bilaman. Qayerda? Hokimiyatda kotib bo'lib ishlaganlar-da. Men esim taniganimdan beri uyimizda kompyuter bo'lgan. Shu orqasi katta televizorli oq kompyuter. O'shanaqa bo'lgani uchun yoshligimdan o'zi
Men 5-6 yoshimda o'sha Word'larda Windows'larni ishlatib, hamma narsani bilardim. Flashga narsa ko'chirib 5 yoshimda. Shuning uchun menda boshdan bosh kompyuterxonaga ham bormaganman. O'yinlar hammasi kompyuterda bo'lardi. Shu yoshligimda ko'p o'yin o'ynaganim uchun menda o'yin qobiliyati Yo, rivojlangan. o'zi o'yin deganda nima o'yin deyapman? Misol uchun qarang. U dopaminda bu, misol uchun Dopamin, endi hamma har xilda. Dopamin uchun o'ynaydi, kimdir strategiya bo'yicha o'ynaydi. Men ko'p strategiya o'yin o'ynaganman-da. u ham dopamin. Qarang, mana bitta savol beraman-da sizga. Nima uchun mana hech matematika bilan shug'ullanib tashlash bo'lgan? Ha, Siz o'yin o'ynaganingizdan ko'proq shug'ullanganini ko'rganmisiz hech? ko'rganman. Nima unaqa? Ular dopamin shunaqami? Dopamin shunaqa, misol bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ha. Masalan, misol ishladingiz, javobni tekshirasiz. Tushundingizmi? Bu xuddi ana bilan bir xil. Endi matematika bilan hozirgacha men kelisha olmayman. Bitta opa bor, ko'rgan bo'lsangiz, matematikani hozir kontentini qilyapti. Matematika qanaqadir misollar bilan, tortlar bilan qilib tushuntiryapti-da. Shu darajada oson tushuntiryaptiki, men bir kun kommentariy yozdim. Tushunmagan odam baribir tushunmas ekan deb yozib yubordimda. Yo'q, Ha. Tushunmayapsizmi? Baribir tushunmadim. qiziq. Tushunmagan odam baribir tushunmas ekan. Chunki men umrimni tarixga bag'ishlaganman-da. Tarixga? Ha, tarixga bag'ishlaganman. Chunki diplomatik yuridik institutlarga kirganman. 177 ball to'plab kirganman. Chunki 30 dan 30 ishlab chiqqanman tarixda. Shu bag'ishlaganman. Matematikaga no'noq bo'lganman. Men kurslarga borganman, baribir menga yo'qmagan o'sha. Qobiliyatim deylik, matematika qobiliyatim yo'q. Shuning uchun ham hozir qanaqadir savdo sotiq masalasida hech kim bilan to'g'rishib o'tirmayman, tinchgina pulni beraman-da. Kimdir nimadir isbotlamoq, keyin uyga borib hisob-kitob qilishim mumkin. Shuning uchun matematika deganda men sal fizika, matematika, ximiya, ular qiyin, kimyo bilan fizikalar qiyin. xususan meniki shu ingliz tili tarix bo'lgan. Ingliz tili tarix bo'lgan. Gumanitarmi? Gumanitar fan bo'lgan. Bayni bo'lish niyat bo'lgan, keyin o'zgargan, keyin huquqshunos bo'laman degan, u ham o'zgargan, keyin Singapurga kirganman. Singapurga 4 yil o'qib pushaymon bo'ldim-da. Hozir shu yil bitirdim Singapur. Yo'q, hozircha pushaymon bo'ldingiz-da. Yo'q, kirgan paytim pushaymon bo'ldim. 1 yil o'qib. Shundan 10 yildan keyin emas-ku. Ha. Keyingi 10 yilda bilmaysiz. Может, pushaymon bo'lmassiz. Balkim chunki men diplomatiya bilan yuridika turgan kirgan joyimda Singapurga. men O'zbekiston institutida o'qimayman deganman-da. Ya'ni davlat ishchisi bo'lishni xohlamagan. Bo'lmasa o'zimda dadam davlat xodimida. Lekin menga shu dadamni ko'rganligim sababli menda xohish yo'qolgan. Yo'q, men bo'lmayman, menga emas deganman-da. Shu narsani saboq chiqargan holda davlat ishida ishlayman deb Singapurga kirganman. Singapurskini o'ylaganman, endi xorijiy institut bo'lgani uchun mana tasavvurim juda boshqacha narsa bo'lgan Singapurskiy institut, lekin kirgandan keyin undan boshqa narsa. Endi o'zi institutlar haqida hammasi menimcha bunaqa. Endi bu diplomatiyalar xabarim yo'q, lekin bunaqa odam hayotda katta rol o'ynayverish. Endi ijtimoiy jihatdan o'ynaydi. Odam anavsi hayotda juda katta rol o'ynamaydi, lekin qisman ketgan puliga achinish mumkin, kontrakt bo'ladigan bo'lsa, chunki bitta jenderdan puli ketgan to'g'riligiga. Bu normalniy. U misol uchun demoqchimanki, shuni o'rniga bitta jender haydagan yaxshimi yoki o'shani puliga men qanaqadir o'zimga tikka nimadir o'rganganimda edi. Kurs olib yoki boshqa narsa ham tikkanimda edi. Men hozirdan ko'ra 2 barobar o'sgan bo'lardim deb o'ylayman. Hozir shunaqa o'ylaysizda. Sababiki misol uchun bilmaysiz, keyingi 10 yilda mo'sh kerak, bu qanaqa kerak bo'ladi men sizga aytaman. U primoy o'tda o'rgangan, misol uchun universitet skills uchun emasda, o'tda ijtimoiy hayot ko'proq rol o'ynaydi. Misol uchun kursdoshlaringiz bo'lishi mumkin, boshqalar bo'lishi mumkin. Mana siz shunaqa deyapsiz-da, kursdoshlaring, men kursdoshlarim hech qanaqa aloqam yo'q. Bo'lish kerak edi o'sha aloqa. Deyarli ismlarini bilmayman, ko'pchiligini. Chunki odamning xarakteri bor-ku, men introvert odam bo'lgan. Endi men masalan odamlar bilan chiqishim endi kerak bo'lgani uchun odamlar bilan chiqishib, gaplashib, networking kuchaytirishga harakat qilaman. O'sha universitet qilib berish kerak edi o'sha ishchiga-da. Endi universitet deyapsan, maktab paytim shunaqa bo'lganmi? Yo'q, tushunmadingiz. Misol uchun maktab payti yopiq bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir mana endi deyapsiz-ku, o'sha endi universitetda boshlaganingizda bo'lishi kerak edi. Chunki bizda misol uchun deylik bolalar bo'ladi, men tasavvur qiling, mana bir odam bor. Endi siz Toshkentdamisiz? Yo'q, Navoiyliman. Navoiylik, uslovlar. Navoiy endi bilishim bo'yicha unchalik anaqa emas. Nima deydi? Ko'pchilik davlat ishida ishlaydi, shunaqa joy. Shunaqa. U yoqda hamma misol uchun deyarli anaqa bir xil. Bir xil misol uchun Hayotda. ijtimoiy hayot bir xil. O'tdan Toshkentga kelgan odamda tanishi yo'q, boshqasi, unga ijtimoiy hayot kerak.
Masalan, o'sha kursdoshlari bo'lishi mumkin, domlalari bo'lishi mumkin. Bu kelganda kimdir aql o'rgatish kerak, kimdir misol uchun birga qo'pol qilib aytganda birgalashib nimadir ko'ngilxushlik qilish mumkin, boshqa qilishi mumkin. Birga kim bilandir ishlash kerak, ish topish kerak. U ham cheris kimlardir keladida. O'sha narsani mana hozir aytyapsizki, mana hozir endi ochilyapman. O'shunda ochilganingizda ham effektivnisiz balandroq bo'ladi. Sababki misol uchun 50 ta kursdoshingiz bo'lsa, 50 ta kursdoshingizni kamida misol uchun 10 tasini siz sohangizga aloqador tanishi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi shunaqa shakllanishi kerak. Keyin misol uchun 10 yildan keyin ana 50 ta kursdoshingizni endi hammasi xalqoy bolalar bo'lsa, qanaqadir nimadirga erishgan bo'lar, boshqa bo'lar, keyin ular bilan yana qanaqadir nimadir qilishingiz mumkin bo'ladi degan savol deb o'tdi universitet haqida. Atak skills haqida keladigan bo'lsa, skillsga umuman ma'lum aloqasi yo'q. Shunchaki dunyoqarash networking uchun yaxshi emas. Ijtimoiy hayot uchun. Chunki ko'pchilikda mana sizga o'xshagan bo'ladi, ko'pchilik maktabda bo'ladi-da. Maktabda bo'lsa ham misol uchun oddiy bazaviy ko'nikmalar bo'ladiki, ular shakllanmagan bo'ladi. Masalan, birovga tanishish, birovga approach qilish, ular kontakt, misol uchun munosabat o'rnatish yoki bo'lmasam qaysidir eventlarda ishtirok etish, eventlarda o'zini qanaqa tutish, bunaqa narsalar ham shakllanmagan bo'ladi-da. Shu narsani birinchi universitet qilib beradi. Simulyatsiyada universitet. Sizda qanaqa bo'lgan universitetda? Men universitetda kirganman. Endi men universitetga kirganimdan keyin ko'p bormaganman-da, muammoim shunda. Ko'proq ishlaganman, universitetga ko'p bormaganman. Keyin oxiri chiqishga majbur bo'lganman, lekin yaxshi bo'lgan. Bitta yaxshi ustozlarimiz bor edi. Faqat men vaqtim yetmagan prosta. Keyin men ijtimoiy hayotim o'zi ishxona bilan bo'lib ketganda. Misol uchun, faqat ish bo'lganmi shunda? Faqat ish bo'lganda, endi ishxonada, misol 30 odam ishlaydi. Ular bilan haddasidan tanishasiz, aka-uka bo'lasiz, boshqa bo'lasiz, klientlar bor, mana shunaqa bo'lib ketgan bu yoqda. Lekin aytib, ishi yo'q odamga tasavvur qiling, u qanday yashaydi bo'lmasam. Institut o'qishim qiyin bo'lib ketdi menimcha. Nimaga o'qishimiz kerak? Masalan, juda qimmat bo'lib ketdi. Qimmat bo'lib ketdi. Endi qolgan institutlarda bilmadim. Men institutda o'qishim juda qiyin bo'lib ketdi. Bizda xorij degan institut deganda, siz xorijda institutda emin-erkin siz O'zbekistonga o'xshab deylik, masalan, forma talab qiladi-yu, forma soqolga gapiradi. Bizda ham shu narsa rivojlandi keyin. Singapurskiy institutda bitta shu qolgan formaga gapirmadi-da. Eshikdan kirishingizda Face ID oladi, ichga kirib ketganingiz, kartalarni o'z bo'lishi kerak, darsga kiradigan kartangiz, u qolib ketsa siz darsda o'tirganingiz u ham foydasi yo'q. Keyin davomatchi keladi, o'quvchi darsda o'tiribdimi yo'qmi? Keyin soqolga gapiradi. Mana shu narsalar o'zbek sistemasiga aylanib ketdi. Deyarli ikkinchi kursda o'zida hamma perevod qilishni boshladi. Men buncha pul palon bunaqa qisiqdan keyin qisishadi-yu, shunaqa qilib. Qisiqdan ko'ra, mana paloncha pul to'lagandan ko'ra, narxozga yoki tatuga kirib turib, ozgina kontrakt to'lab turib, baribir o'sha narsada o'qiganim yaxshi deb ko'pchilik perevod qilardi o'zimizdan ham masalanda. Singapurskidan menimcha bilmasam, Singapurskiyalik ko'pchilik perevod qilmadi. Juda ko'p perevod qildi Singapurskida. Endi o'zini sistemasi. Shunaqa ko'rish kerak uni ham. Singapurskida ko'rsa diplomni hali bermagan, diplom beradi. Diplomingizni oling oldin. Hasa anaqa sovchilikka borishganda kerak bo'ladi. Sovchilikka borishganda kerak bo'ladi. Uncha ham rivojlanmayapti hozir. Diplom avvalgida emas aka. Yo'q. Avval sovchilik kerak bo'lsa, sovchilikka uncha kerak bo'lmayapti. Uncha kerak. Va. Sizga kerak bo'lgan? Yo'q. Bo'ldi, hozir ham kerak emas. Diplom yo'q-ku mana. Shuda. Endi so'raganman demoqchiman-da. Ay. Diplomingiz bormi? Kuyov degan bo'lsa. Kanalimni o'qib chiqishgan, kanalimni o'qib yaxshi bo'lar ekan deyishgan. Shu bilan beri olishgan. Shu bilan beri olishgan. Gap yo'q. Qanaqa kanal? Telegram kanalim o'zim. Post fikr yozgan kanal. Fikr yozadi. Zo'r, shuning uchun diplomga harakat qilmanglar, kanal ochinglar. To'g'ri. Xo'p, agensiyada ishlashga qanaqa qaraysiz? Mendan ko'pchilik so'raydi, masalan, endi media olayga kirmoqchi bo'lsa, bu SMM bo'lsin, grafik dizayner, video montaj bo'lsin, bitta agensiyada ishlab ko'rishing kerak baribir deyman-da. Ha. Agensiya zo'r, misol uchun tekin tekin emas, sizga pul to'laydi, opit olasiz. Undan tashqari agar agensiya kuchli bo'lsa, uni ichida misol uchun kuchlisi o'zi havas qiladigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, zo'r qarayman.
anaqa bo'lsa, agar misol uchun ozgina pul ishlab oladigan holat bo'lsa, u ham normalniy. Lekin misol uchun agarda уже как бы o'zi ko'nikmalaringiz bor va ну oddiy narsa, misol uchun tashqarida ko'proq pul topishingiz bo'ladi, ishi ham ko'proq, riski ham ko'proq. Agentsiyada baribir endi ko'p ishlaganingiz bilan kamroq daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina o'qish, o'rganish maqsadi bo'ladigan bo'lsa, unda borish kerak. Meni SMchilar chiqadida menga, yosh endi kurslarni bitirib chiqqan aytadi. Proyekt topolmayman, proyekt topishda qiynalyapman dedi. Agentsiyaga kir deyman-da. 100% to'g'ri aytasiz. Agentsiyaga kir, o'rgan, opit o'rgan, keyin o'zi chiqishadi. Chunki men ham o'zim grafik dizayner bo'lib turib agentsiyada 6 oy oylik olmasdan turib ishlab yurganman-da. O'sha yerdagi SMMchilarning yonida yurganim uchun SMni ozgina o'rganib turib, ishdan bo'shab keyin SMga o'tib ketib qolganman-da. Xuddi shunaqa. Shuning uchun aytaman-da, o'zing yo'lingni topmoqchi bo'lsan, prinsip agensiyada ishlab ko'r. Portfel qiladi, boshqa qiladi. Boshqa qiladi. Grafik dizayner bilsangiz, najot ta'lim chiqargan payti rosa shov-shuv bo'lgandi. Hamma grafik dizayner o'rgani karantin paytida. Kimdadir mablag' yetmagan masalan menga o'xshab o'qishga, o'zim YouTubedan o'rganganman. Sardor Kadirov degani bo'lardi adashmasam. Zayn Farg'onali brat. Shu kichkina darslarni ko'rib YouTubedan o'rganganman-da. Grafik dizayner o'sha paytda hamma Telegramga yozib, Sardor palonchi grafik dizayner, portfolio, Adobe Photoshop degan narsalar qilardi. Grafik dizayner maqtanadigan narsa edi o'sha payt. Siz qanaqa ekansiz? Siz ham shunaqa qilganmisiz yo'qmi? Yo'q, menda bilasizmi qanaqa bo'lgan? Menda misol uchun grafik dizaynerlikni ko'rganman, lekin o'rta brendingda yaxshi ishlasa bo'ladi, shuni bilganman bo'ldi. Endi bunday narsa bo'lgan. Misol uchun o'sha paytlarda shunaqa ediki, sohalar to'g'risida odamlarning gapi muhim edi. Masalan, bir yo'nalish grafik dizayner turib, uni kimdir maqtagan bo'lsa, deylik katta o'sha soha mutaxassisi boshqa u vaqtlar o'zi qarang, internetda pul topish o'zi anaqa narsa edi-da. Tushunasiz, qiyin narsa edi. Maqtasa, keyin u sohalar o'zi talab ko'payib ketavergan o'quvchi sifatida. Misol grafik dizayner masalan Absattor akalar bular gapirishgandan keyin qiziqish bo'lgan, hali bo'lmay kirilgan boshqa bo'lgan. Osmon devorlar anaqa bo'lgan, yaxshi xat bo'lishgan. Lekin misol uchun hozirgi kunga kelib ba'zi bir sohalar uning ichida yo'qolib ham ketyapti. To'g'ri, grafik dizayner masalan dasturlash misol uchun kamayapti talab. Lekin menda o'sha ustozimiz bo'lganlar, Azbek Rahimov, ularga zadacha qo'yardilar, zadachani bajarardim, bo'ldi deydi. Masalan, ratsional o'ylaganman, deyman, grafik dizayner patolog mamlaqa topa olmayman bu yerdan. Buni menga misol uchun yetmaydi. Yoki misol uchun zo'rlar bo'lardi, o'sha paytda grafik dizayner zo'r qiladiganlar bo'lardi, Jahongir aka G'ulomovlar bo'lardi, yana bitikdalar bo'lardi, ularni kuzatardim. Zo'r ish qilishardi, ishligi zo'r, boshqa, lekin baribir sohani o'zini patologiya degan narsa bor, sohani o'zini patologiyaga yetishim tushunganman, unga sirazu anaqa qilganman. Hozirgacha shu grafik dizayner kursini sotishadi-da. Talab bor. So'rsin, bor, misol uchun brending qilish kerak, boshqa qilish kerak, menimcha yaxshi. Emas. Oldingidek emas, конечно, lekin brending qolgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman-da. Brendingni men o'ylashim uchun logochilar. Logochilarga hali ham talab bor. Hozirgacha masalan 2-3 ming dollar sun'iy turgan joyda 2-3 ming dollar berib logotip chizdirishadi. Yaxshi-ku. Lekin unaqa poster yasaydiganlar boshqa qiladigan menimcha o'zi talab. Endi qarang, siz hozir misol uchun o'zingizni nuqtai nazaringizdan kelib chiqib fikrlayapsiz-da. Kim yashaydi o'sha posterda bo'lmasam savol. Prompt berib kim o'tiradi? O'sha SM menejer bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. Yoki uni ham Photoshopda dizaynni tushungan odam qiladi demoqchimiz. Dizaynerskiy logikasi bo'lishi kerak odamda-da. Misol uchun ko'p postlar chiqyapti, ko'ryapsizmi? U juda anaqa generatsiya qilib bergan, lekin yaxshi emas, chiroyli emas. Ya'ni baribir kerak, uni ustida o'tirgan odamga qarab, bu yerda bitta narsa farqi bor. Talab kamayib ketadi. Misol uchun bitta odam 100 ta poster qo'yib yuborishi mumkin-da. Biz paytimizda 3 ta poster qilgan dizayner vobshe anaqa edi. Bir kunda 3 ta qilgan topida, toj edi. Hozir misol uchun shunaqa 100 ta qo'yib yuborish mumkin, oson narsa bu qoldi. Lekin ba'zi znaniya bo'lishi kerak. Misol uchun spektr bo'yicha qaysi rang bilan qaysi rangda narsa qilish kerak o'zi. Misol uchun ko'kka havo rang qanaqa anaqada ishlatilishi, shade ishlatilishi kerak degan narsalar tushunmagan odam g'alati post qo'yadi. Shaxsiy hayotga ozgina o'tadigan bo'lsa deydi.
Uylangansiz. Ha, uylandim. Necha yoshsiz uylangansiz? 21. 21 yoshsiz uylangansiz. O'sha payti moliyaviy tomonlama yaxshi bo'lganmisiz? Yo anavi bo'lganmi? Tavakkal deganmiz. Yo'q, moliyaviy tomonlama deganda qarang, daraja tomonlama yaxshi bo'lgan, lekin konkret moliyaviy tomonlama akasiya yaxshi bo'lmagan ekan. Nima yo'q deyapman, misol uchun men o'ylagan vaqtda bor yaxshi deganman, lekin noto'g'ri finansiy analiz qilganim hisobidan получается hozir qarasam, yo'q, minusda bo'lganman katta. Kamasi katta minusda bo'lganman. O'zgardimi hayot? O'ylagandan keyinmi? Ha, o'zgardi. Har tomonlama. Endi ko'p tomonlama o'zgaradi baribir. Mashina olgansiz. Bitta emas, anchagina. Ikkita mana shunaqami? 3 tami? Ha. Ikkita mashina olgansiz. Birinchi mashinangiz qanaqa bo'lgan? Malibu Premier. Malibu Premier. Necha yoshingizda? 19 edim o'shanda. 19 yoshda Malibu Premier olgan. Yo'q, endi u paytda Malibu Premier lekin anaqa edi. Qimmat edi, 30,5 ming olganman o'shanda. Odamlar olishmagan anaqa. Boshqa anaqa so'ng plyuslar endi kirib kelyapti O'zbekistonga hali. Qarang, 19 yoshimda Malibu oldim deyapsiz-da. Birinchi savolim, mana shu olgan yo'lingiz haqida ozgincha gapirib bering. Keyin mana bu yerda hozir 18-19 yoshli bolalar ko'rib turgan bo'lishi mumkin-da. Shularga biroz maslahatingiz, motivatsiya tushib ketmasligi uchun. Nega bu 19 yoshli Malibu olganman, hali ham yuribman degan fikrda bo'lganlarga. Ha, endi misol uchun omadim men kelgan deb o'ylayman. Undan tashqari misol uchun agar masalan siz o'rniga qo'yadigan bo'lsa, misol 18, 19, 17 yoshda misol bu 19 yoshda oldim, nima hali ham yuribman deganda savolga javobni birinchi odam o'zidan qidirish kerak. Birinchi o'rinda nima qildimki mana shuni olishga degan savol qo'yish kerak birinchidan. Ikkinchidan aynan maqsad qo'yish kerak va uni dekompozitsiya qilish kerak. deb o'ylayman. Uchinchida misol uchun 19 da olgan bo'lsam, yoki 17, 18, 19, 3 yil ichida olingan mashina. Bu anaqa 3 yil ichida yig'ib olganmisiz bittada? Yo'q. Endi bittada olganman vaqtda-yu. Bittada emas, 22 ming narx berganman. G'ijita 6 ming 7 ming rastrojka bo'lgan. O'sha ozgina 2 ming hisobga olib 30,5 mingga tushgan. 22 ming nima bu bitta zapusdan kelgan foizdanmi? Yo'q, bitta zapusk bilan, bitta proyektda. Misol uchun o'sha zapusk qilganmiz o'sha vaqtda. O'tdan 90 million so'm ishlaganman. Undan tashqari o'zim proyektlarim bor edi. Ularni 4,5 ming ishlardim. Undan tashqari o'sha Smart Life bilan Ibrohim akam bilan bir o'sha performance kelishganmiz. Sodan ob'yomni mamdagi olib chiqadigan bo'lsa, yonida qismini senga beraman deganlar. Shu summani shu ob'yomga olib chiqqanmiz. Shu summa kelgan, bittaga shu 3 ta narsa bir bo'lib qolgan hisobidan aniq qilganmiz-da. Aniq pul to'plab qo'ygan qo'limda shu. Ikkinchi mashinangiz? Ikkinchi mashinam 213 Mercedes. Mercedes bo'lgan 213. Yaxshi, yomon emas ham. U qanaqa bo'lgan? U ham bittadami? Yo'q, u bittada bo'lmagan. O endi ikkita, uchta zapuslarimiz yig'ilib qolgan. Keyin aytganman, mayli qani olay. Chunki o'zi menda mashina bilan muammo bor-da. O'sha yoshligimizda ozgina mashinaga qiziqishimiz bo'lgan, lekin o'sha javonaqa masalan yaxshi mashina bo'lgan, zo'r mashinamiz bo'lgani uchun endi misol uchun baribir yaxshi maktabda o'qiganman, to'g'risi. Yaxshi maktab deganda ikki xil edi. Yo homiy endi bunisini qo'ymanglar, maktabim yaxshi edi. Yaxshi maktabda o'qiganda, misol uchun yoki finansiy sosteniyasi yaxshi odamlar o'qirdi, yoki o'sha imtihonni sal qiyinroq edi, shundan o'tish kerak edi, tanlab olishardi. Короче, yoki rezultat qilish kerak yoki mana o'qish kerak edi. Shu maktabda o'qirdim. Endi o'tda misol uchun yaxshi mashina kelishardi. Misol uchun o'rtoqlarim, boshqalarim shu qiziqish paydo bo'lgani uchun har pul ozgina yig'ilib qolganda olganman, lekin anaqa shu chista muammoim bor-da, mana mashina bilan o'shancha. Endi hozir mana o'ylab anaqa qilib turibman, misol uchun kattaroq boshqa mashina olish anaqasi. Demak yana mashina yangi. Yo'q, kattaroq deganda qimmatroq demayapman. Kattaroq. Gelenwagen. Gelenwagencha bor bizga. Kolyaskani buklamay soladigan mashina. Shunaqa ko'p turibmiz. Nasib qilsin. Xo'p, o'zi mana aytyapsiz, zapuskda
foiz orqali katta pul topsa bo'ladi birdaniga, to'g'rimi? Mana shunaqa katta pul topishni zapis sohasida, ya'ni ekspertni ko'paytirish kerakmi yoki bitta ekspert bilan yillar davomida ishlash kerakmi? Kimga qanaqa qulay bo'lsa o'sha. Masalan, menga qanaqa tavsiya berasiz? Siz bitta hozir ekspertiz bilan ishlang. O'zi mana qanaqa narsa bo'ladi, bitta ekspert bilan ishlayotganingizda shunaqa narsa borki, webinaringizga odam kirmaydigan darajada ko'p ahvol olishingiz mumkin. Ha, ko'p odam yig'iladi, lekin webinarga odam kam kiradi. Yo'q, mana masalan qarang, biz shunaqa qilganmiz. Masalan, nimaga ko'p ekspert bilan ishlaganmiz? Bir ekspert bilan ishlayotganingizda, masalan, deylik, men sizga konkret keys aytaman, misol uchun ingliz tilida 13 mingga 34 mingta odam kirgan. Uni 20 ming qilsa ham 34 mingta odam kirardi. Tushunasizmi? Bozorda o'zini sizga taklif qiladigan raqami bor-da. Undan misol uchun oshirib yuborsangiz samaradorligingiz tushib ketadi. Masalan, siz 13 mingga 34 mingta odam auditoriya yig'ganingiz bilan webinarga registratsiyada misol uchun 50 mingta yoki masalan 40 mingta odam yig'ganingiz o'sha sizga объем продаж jihatdan unaqa katta raznica bermaydi-ku. O'shini hisobidan aytmoqchi bo'lganim, o'sha bozorda o'zi maksimumingizni topib oling-da, o'shaga chiqarguncha bitta ekspert bilan ishlang. O'shanga chiqarganingizdan yana bitta qo'shing. Shunaqa qilib ketsa bo'ladi. Ekspert topish uchun nima qilish kerak? O'zi eng yaxshi. Zo'r rezultat qilish kerak. Zo'r rezultat qilish kerak. O'zi kelmaydi, siz topasiz, chiqasiz baribir. Men lekin konversiya yaxshi bo'ladi. Bittada bitta urasiz. Tushunarli. Masalan, hozir meniki asosiy ekspertim fitness sohasida. Bu sohada nima desa bo'ladi? Постоянно sotsa bo'ladimi? Bo'ladi. Любой narsa постоянно sotsa bo'ladi. Yo'q, mana narxini deylik, masalan, birinchi zapusdan so'ng 10 ming bo'ldi. Keyin esa 100 ming, 200 ming qilish mumkin. Shu 4 ta zapusdan keyin demoqchiman-da. Nimaga yo'q? Shunchaki reklama byudjetni ko'paytirsa yig'ilishi mumkin deysizmi? Katta ehtimol bilan. Faqat mana bunaqa narsa qarang. Misol uchun kastef qiling, kelgan tushgan auditoriyani kastef qiling, qanchasi tanirdi, qanchasi tanimasidi, shunaqa narsalar kastef qiling. Ikkinchidan bu potokdagi odamlar rezultatiga qattiq ishlang. Keyin o'sha rezultatlar orqali trafik generatsiya qilsangiz bo'ladi, ularga misol uchun offer qilsangiz bo'ladi, boshqa qilsangiz bo'ladi. U to'g'risini aytsam, o'ta qiyin narsa ko'rmayapman. Demak qilsa bo'ladi. Ha, конечно. O'zi fitness katta soha, katta yo'nalish. Umuman misol uchun kurs industriyasi bo'yicha eng katta yo'nalishlardan bittasi fitness bo'ladi. O'zimizda anomasda chet elda shunaqa, masalan, onlayn coachinglar bor, onlayn biznes coaching. O'zimizda ham bor. O'zimizda ham, o'zimiz asosan farmaga qaratib olinganda. Farmaga qaratib olingan. Farmakologiya qiladigan trenerlar kurs sotishadi-da. Qarang, sizga savol. Hozir menga mana narsa aytyapsiz. O'shanaqa trenerlaringiz auditoriyasi qancha? O'rtachasimi? 50 ming. O'rtacha emas, misol uchun. Eng zo'rlari shu 100 ming, 200 ming. Millionliklar bormi? Yo'q. Faqat 100 ming, 200 ming. Nechta unaqalar? Sanoqli. Xo'p, endi sizga savol. Sizda nechta auditoriya? 70 ming yaqinlashdi. Qarang, yana anaqa narsa bor-da. Siz misol uchun O'zbekistonda deylik unaqalar, ya'ni farmakologiyaga ehtiyoji ko'p odamlar bo'lgani uchun unaqa trenerlar ko'p emas. Unaqa trenerlar misol uchun ko'p bo'lgani uchun bunaqa talab paydo bo'lib qolgan. Hech kim o'zi misol uchun 18 ga kirganda asteroid qilaman demaydi-ku. Yo'q, shunaqa deyapti-da. Tushundim. Ya'ni tushuntirib beradimmi nima demoqchi bo'lganim? Bu qolganini tushundim. Misol uchun ya'ni kim просто sizni ahvatingiz kam. Endi конечно, естественно, bu misol uchun steroidni effektivnisi bilan haqiqiy effektivnisi katta farqi bo'lishi mumkin. Masalan, 1 yil bilan 3 yil misol uchun farqida. Lekin uni ham o'ziga yarasha downsidelari bo'lsa kerak. Men bilishim bo'yicha. O'shuni hisobidan ham siz o'zingizga auditoriya hozir jalb qilishda yaxshi qilmayapsiz-da. Lekin anaqa deyapsiz. Trafik kirishning yo'li organika faqat yoki tabiiy. Qarang, ikkita parametr bor. Taniqlilik bor va sotish bor. Organikasi faqat taniqliligiga ishlaydi. Taniqliligingiz qancha baland bo'lsa, trafik shuncha arzon tushaveradi. Webinarga olib kirish arzon tushaveradi. O'zi sizda hozir webinarga olib kirish sut ekan. Bilishim bo'yicha-da. Siz hozir taniqlilikni oshirsangiz, boyiga aytgan gapingiz ham to'g'rilanadi.
Odamlar keladi, steroid desa, to'xta, haqqi ham qilsa bo'ladi, sekinroq bo'ladi degan tushunchaga olib kelish kerak. Bu uchun ko'proq kontent, ko'proq axlat, ko'proq ish. Endi o'sha axlatni oshirish kerak deyapsiz, to'g'rimi? Masalan, 70 mingta bo'ladigan bo'lsa, 500 ming olib chiqsa yaxshi bo'ladi demoqchisiz, to'g'rimi? 500 mingga olib chiqish uchun ham vesel qilish kerakmi yoki Reels faqat Reels. Misol uchun faqat Reels bilan olib chiqsa bo'ladi. Mana ko'p ideyalar borki, qarang, kontent cheksiz ideya asosida bo'lishi kerak. Misol uchun olib chiqib o'sha razbor qilib beradilarmi, bilmayman, qanaqadir. Hammaga kerak-ku bu narsa. Reels bilan menimcha lekin qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Endi uni o'ylash kerak yaxshilab. O'zingiz tavsiya beradigan yaxshi o'qigan kitoblaringiz Unaqalardan foyda beradigan, o'zingizni sohangizda qo'llagan texnikalaringiz bilan. Anaqadan texnichki bo'lish kerakmi yo общий? Texnichki bo'lish kerak. Texnichki bo'lsa, Mana shu kitobda shu narsani o'qidim, qo'lladim, o'xshadi degan. Texnichki bo'lsa, birinchi o'rinda ba'zan o'qib chiqish kerak. Robert Cialdini'da Psixologiya влияния degan kitob bor. Influence, ta'sir kuchi. Xolos ta'sir psixologiyasi. O'zbekchasi. Endi o'zbekchasini bilmayman, men inglizcha o'qiganman. Shu o'qinglar, u ba'zi 6 ta bazaviy ko'nikma haqida, to есть sotuv triggerlar haqida hamma narsa o'sha 6 tadan kelib chiqadi. Shuni o'qish kerak birinchi o'rinda. Undan keyin tavsiya qilaman. Жесткий prezentatsiya degan kitob bor. Prezentatsiyalar orqali sotuv teoriya degan kitob bor. O'shani o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Qattiq tavsiya qilaman. O'qib chiqish kerak bu narsani. Nero copywriting degan kitob bor. 100 bitda copywriting priyomlarini o'rgatadi. Bu ham o'qib chiqishni tavsiya qilaman, yaxshi kitob. Undan tashqari, agar boshlanishroq bo'lsa, one page marketing plan, bir varaqli marketing alan deb tavsiya qilaman. Uni o'qib chiqsa yaxshi, boshlanish bo'ladigan bo'lsa. Info biz bilan ko'proq shug'ullanadigan bo'lsa, unda Russell Brunsonning kitoblarini o'qib chiqish kerak. .com secretsdan boshqa. .comdan tashqarisi expert secrets, traffic secrets, copywriting secrets shular o'qib chiqish kerak. Launch kitobiga qanaqa qaraysiz? Chetga qarayman, zo'r. Jeff Walker, uni ham o'qib chiqsa ba'zi to'g'risida informatsiya oladi. Masalan, nima desa bo'ladi? Qachon o'zi launch qilish kerak, auditoriya qanaqa yig'iladi, list bilan followerda nima farqi bor? Misol uchun ko'pchilik followerda auditoriya deb o'ylaydi. Uni katta farqi bor ikkalasini. Shularni tushuntirib beradi, yaxshi zo'r kitob. Undan tashqari yana harmoniya kitoblarni o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Hammasini. Mana shu sohaga deylikman. Marketing bo'lsin, zapisk bo'lsin, endi kirmoqchi masalan 18-17 yoshli bolalar, balkim 20 yosh, 21 bizga tengi bolalar bordir. Nimadan boshlashni maslahat berasiz? Targetdan boshlash maslahat beradi. Target chunki oson, tushunarli, raqamlar ko'p, analiz qilsa bo'ladi. Shundan boshlasa bemalol kirib ketadi. Matematikani bilmagan odamchi. Matematikani bilish shart emas. Shart emas. Ayo, vash baza-yu. Oson. Arifmetikani bilsa bo'ldi, qo'shish, ayirish, ko'paytirish bo'lish. Target yoqish oson, shunaqami? Lekin paloncha pullik kurs ochadi target bo'yicha. Unda nimani o'rgatishadi? Shaxmat o'ynash oson. Lekin strategiyasi bor shunaqa. Xuddi shunaqa-da, tushunasizmi? Misol uchun, figuralar xatga yurishni bilganingiz bilan mantiq kerak. Unikal opit kerak. Misol uchun, o'rgatayotgan odam qaysidir sohalarda ishlab ko'rgan, qayerdadir necha pullar byudjet ishlatib ko'rgan, nechtadir akkaunt blokka tushib ochgan, mana shunaqa unikal opitlari bor-da uni. O'shaning uchun undan o'rgangan stoyt. Lekin bazaviy oddiy YouTube'da o'rgansa ham bo'ladi. Shaxmatda ham shunaqa bo'ladi. Bazaviy emas, professional o'rgansa ham bo'ladi. Lekin u yerda misol uchun qanaqa struktura bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shunaqa. Yaxshi offer berishda siri nimada? Klientni yaxshi tushunishda, eng anaqasi shu. Klient yaxshi tushunishda. Kastivda emasmi? Kastiv o'shada, klient yaxshi tushunishda. Klient bilan mijoz farqi bormi? Auditoriyasini demoqchiman-da. Mijozni yoki obunachilarni yaxshi tushunishadami? Prodyuser sifatida aytyapsiz. Prodyuser sifatida aytyapsiz. Kimga offer bermoqchisiz? Shu, ya'ni masalan qanaqadir ekspertgami yo ekspertni o'zi auditoriyasini offerada, auditoriyasini qasdlaydi, auditoriyasini yaxshi tushunishda. Ularni yaxshi tushunsangiz, misol uchun zo'r offer berasiz. Uni ko'p hollarda qanday bo'ladi? Misol uchun siz yaxshi tushunaman deb o'ylaysiz, lekin tushunmaysiz. Masalan, siz aytyapsiz, 18 yoshli bola o'la steroid kerak unga deyapsiz. Men deb unga steroid kerak emas, mushak kerak deyapman. To'g'rimi? Siz aytyapsizki, yo steroid bo'lsa tez chiqadi deyapti. Men aytaman, steroidni noto'g'ri qilsa ham bo'ladi. Shunaqadan ketib turasiz bazaviy.
Ruzimni yaxshi tushunish kerak, to'g'ri tushunish kerak. Man gapirsam bo'ladi endi sizga. Dardingiz emasmi? Ya, men dardim yo'q. Dardim yo'q. Intizom plus. Intizomga lekin yo'qman. Mana dardim intizom ma'na aka. Nimaga aka intizom? Intizom. Qani agar intizom, demak siz o'ylaysiz, intizom muhim rol o'ynamaydimi? Mana shu darajaga kelishingizgacha. Intizom yo'q deyapsiz, lekin Yo, muhim. Endi mana bunaqa narsa-da, misol uchun obsession bor, intizom bor-da. Bilasiz, farqi bor esa. Men ko'pincha obsessionda ishlayman-da. Misol uchun bir narsaga kirsam, obsessed bo'lib ketaman, o'sha bo'yicha ishlaganim hisobidan yaxshi natija bo'lgan deb o'ylayman. Lekin misol uchun intizomni ustida o'sha oldindan muammoim bo'lgan, hozir ham muammoim bor. sezdim. Keyin ham muammoim bo'lsa kerak. Yo, o'zi arxetip degan narsa bor, eshitganmiz anaqa bo'yicha. Nima deysizmi? MBTI. MBTI bo'yicha men anaqaga to'g'ri kelaman-da, adventure bilan artist ikkovining orasiga to'gri kelaman. Shuning uchun men doim inson bilan muammo bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana bilaman. Fokusda qanaqasiz? Cho'tkiman. Qanchamish? Yaxshi. Fokus. Multitaskingda ko'proq ishlaysizmi yoki bitta narsa bilanmi? Multitaskingga men uncha ishonmayman to'g'risi. Fokusda ish yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Multitaskingda ham o'zini menimcha odamlar bo'lsa kerak, lekin u farqi katta deep work bilan. Bitta narsaga fokus qilsangiz, juda katta farqi bor. Farqi bor. Farqi bor. Chunki deep work tarafdorman. Eng zo'ri obsession. Endi prosta hozir mana shunaqa narsa bo'ladi-da. Muammo nima desangiz, obsessed bo'ladigan narsa topishim kerak-da. Men hozir obsessed bo'la olmayman bir ish bilan. O'shaning uchun muammoim shunday. O'zini maqsadiga erishish uchun nimadirdandir voz kechish kerak deb degan gap bor. Shu gapga qo'shilasizmi yo'qmi? Ha, qo'shilaman. O'zini maqsadiga erishish uchun nimadan voz kechish kerak. Buni endi bu ba'zi narsa, masalan, instant gratification deydi bu nomini. Bu nima deganingiz? Marshmallow testini eshitganmisiz? Hozir quloqimga bir anaqa qildi, lekin to'g'ri tushunmadim. Sizga savol, hozir 10 mingmi, ertaga 20 mingmi? Hozir 10 mingmi, ertaga 20 mingmi? Menga savol. Hozir 10 ming. Mana shu eng anaqa narsa. Nima desa bo'ladi? Bazaviy fundamental mindset-da. Misol uchun nimadirga erishish uchun nimadirga voz kechish degani o'sha narsa. Hozir o'sha kichkina dopamindan voz kechish, kattaroq dopaminga borish. Instant gratification'ni yo'qotishda, misol uchun. Masalan, hozir nima deydi? Hozir 10 ming emasda, ertaga 20 ming. Yaxshiroq ertaga 20 ming. Men boshqacha o'yladim shekilli. Chunki hozir 10 ming olsam, ertaga 10 ming olaman, qo'shib 20 ming bo'ladi degan. Yo'q. Men boshqa savol. Vasi 3-qo'l bo'lib ketdim men. Hozir Gentrami yo 1 yildan keyin Malibu'mi degan savol mana sizga. Hozir Gentra yo 1 yildan keyin Malibu. Qaysi biri? 1 yildan keyin Malibu. Xuddi shunaqa, boyga narsa nimadirga erishish, nimadir voz kechish kerak degan narsa shunga to'g'ri keladi. Agar katta, misol uchun kim agar misol ko'p reels ko'rib qo'ygan yoki masalan menga o'xshab kim o'yin o'ynab qo'ygan bo'lsa, uslovni orqasidagi katta narsani ana qilgani yo'q, hali maqsadni figure out qilib yaxshi железный qilib qo'yib olgani yo'q. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim o'sha mayda narsalardan yoki masalan o'sha chalg'ituvchi narsalardan voz kechishga to'g'ri keladi va katta narsa uchun. O'yin o'ynash yomon deysiz. Endi vaqt oladi, ha? Vaqt oladi. Vaqt oladi, katta vaqt oladi. Kirishib ketsa ko'p katta vaqt oladi, lekin ma'lum bir vaqt o'ynasachi. Endi kirishib ketasiz-ku. Siz qanaqa o'ynaysiz? Men kirishib ketdim oxirgi hafta 24 soat o'ynabman. Katta vaqt oladi. Endi hozir men уже yo'qotyapman. Уже mana bir haftadan beri o'ynaganim yo'q. Undan oldingi hafta ko'rdim. Men 24 soat bir haftadan beri o'ynaganim yo'q. Harakat qilyapman o'ynamaslikka. O'zimga shtraf qo'yganman. O'sha vaqtni, o'sha ketgan vaqtni boshqa narsaga sarflasa yaxshiroq deb baribir. Meni holatimda. Endi masalan oyda bir, haftada bir yoki 2 haftada bir o'tirib team building qilish bu boshqa narsa. Lekin o'zi o'tirib olib 4-5 soat o'ynash. U men yaxshi deb o'ylamayman. Emotsiya zo'r vaqt. Endi kimdir nima deylik?
Masalan, kimdir stressi bo'ladi yoki dopamin sigaret chekib, boshqa qilib turib chiqaradida, kimdir o'yindan chiqaradi. Ishdan chiqarsa ham bo'ladi. Ishdan chiqarish qanaqa bo'ladi u? Ishlaysizda. Mana ishingizni ichida qanaqadir parametr bor-da. Masalan, o'yin nima o'zi savol? O'yin nima? Nima odamga anaqa beradi, dopamin beradi degan savol bor-da. Qanaqadir qilgan ishingizni natijasini ko'rish. Ha, o'yinda, ha. Shu qanaqa qilgan ishingdan ko'pchilik nimaga ishdan chiqara olmaydi desa, qilgan ishini natijasi ishda u tez ko'rinmaydi odatda. 1 oyda, 2 oyda, 3 oyda, 1 yilda ko'rinishi mumkin. O ishingizni o'yin formatda o'tkazishingiz kerak. Masalan, siz bilan menda hozir oson, misol uchun agarda kontent yozsak uslubni, uni prosmotri bizga natija. Qancha yaxshi yozsangiz, shuncha katta axlat, shuncha katta following, qancha yomon yozsangiz, shuncha past. O'shaning uchun hamma ishingizni qo'ysiz, targetda ham xuddi shunaqa. Bugun reklama yoqdingiz, nechta lead tushdi, nechta obunachi kirdi, nechta anaqa klik bo'ldi. O'shini olib, o'shunga obsessed bo'lsa bo'ladi deb o'ylayman. O'yin ham xuddi shu ishni qiladi. Sizga eng qimmat katta nima deydi? Qimmat xato deydimi, katta xato deydimi? Bunaqa xatolar ko'p. Qimmatga Eng tushgan. o'sha qimmatga tushgan xatoyingiz qaysi? Bittasi moliyaviy taraflama bo'lsin, bittasi o'ziz ruhan tomonlama deydi-yu, stress tomonlama. O'shandan saboq olganingiz demoqchiman. Endi men pastdan xatoni ichda yuraman deydi. Kimdadir xato bo'ladi-yu, mana shu narsa bo'lgani uchun, mana shu narsa xato qilganim uchun bugun menda shu narsa bor yoki bugun baxtliman deydi. Yo'q, menda misol uchun bunday qarayman. Misol uchun, men imенно xatolarga munosabatim boshqaroq. Ko'p xatolarimiz bo'lgan, ko'proq odam tanlash bilan xatolarimiz bo'lgan, boshqa u bir marta emas, bir necha marta bo'lgan. Muammosi yo'q bu narsani. U o'sha protsessda bir qismi deb qarayman. Xuddiki misol uchun Navoiy qo'lini kuydirsa, nima deydi u? Ishimni bir qismi deydi. Issiqda ishlaganini nolimaydi. Xuddi shunaqa, misol uchun qanaqadir natijaga erishishda xatolar bo'ladi. Tushdi chiqdilar bo'ladi degan menda fikr xulosa. Lekin misol uchun individual holatda misol uchun kimdandir xafa emasman, yana unaqa narsa yo'q menda. Konkret menda fikr. Necha yildan beri marketing sohasidasiz? 6-yil o'zi. 6-yil. Umumiy o'sha dizayner boshlaganingizdan hisob aytyapsiz, to'g'rimi? 6 yil ichida bo'lgan bo'lsangiz, imkoniyat bo'lganda yana shu yo'lga qaytarilgan bo'larmidingiz? Yana o'sha yo'ldan kelishdi. Yana mana shu hayotni. Men tanlagan bo'lardim, ha. Lekin hozir ham imkoniyatim bor uni o'zgartirishga deydi. Ya o'zi sohani menimcha sohada patolog degan narsa bor. Shunaqa. Qiziq. Hozir endi o'sha patologni urib turibman deb o'ylayapman o'zimcha. Shunda Yo'nalish o'zgartirish. Biznesga harakatda endi bu yoqqa tushamiz. Ha. Marketingda o'zida. Nima biznes? Keyingi yil ko'rasiz. Infodami? Yo'q. Produktmi? Kurs sotmaysizmi chiqib? Endi bu keturadi, u nima yo'q. Hozir qilyapman-ku ishda. Yo'nalish o'zgartirish deyapman-ku. Bo'ldimi aka? Ketyaptimi? Yaxshi ekspert bo'lish uchun deylik, xohlagan sohada, bo'y sohada deylik. Umuman lekin hozirgi info biznesni olib qaraganda prodyuserlar yaxshi urovingga chiqib olish uchun, top mutaxassis bo'lish uchun qancha vaqt ketadi? Bitta katta zapis. Prodyuser top bo'lish uchun bitta katta zapis ketadi. Masalan, mana bittasi o'tgan safar savol berdi. Aka, prodyuser ekansiz, boshqa ish qilmaysizmi? O'zi 3 oyda bir, 4 oyda bir zapis qilar ekansizda, qolgan payt nima qilasiz agar pullar qolmasa deyapti-da. Keyingisiga aylanamiz. Endi u mana bunaqa deb savol bermoqchi bo'ldi, menimcha tushuntira olmadi. 3 oy, 4 oyda zapis bo'ladi, masalan, deylik. Uni foydasi 20 million bo'lishi mumkin maksimal deylik. Endi boshlayotgan bo'lishi mumkin. 10 millionni bir oyga ishlatib qo'ydi deylik. Lekin 3 oydan keyin zapis bo'ladi. Ungacha nima qiladi?
Prodyuserlar o'zi qanaqa pul topadi? Faqat zapuskdan. Shu zapusda bitta katta pul olib qo'yadi, o'shani yeb yurib, keyin qolmagan sari yana zapus qilib. Ha, shunaqada? Yo, o'zi misol uchun qarang, bu bitta prodyuserda emas, bu finansовый грамотность degan narsa kerak odamga. Xuddi sizga mana bunday savol beryapti-da. Ishi sezonli odamga sezon tugasa nima qilasan deganday savol beryapti-da. Nima qiladi? Qishda basni yopilsin. Basni yopib nima qiladi o'sha? Oldin ishlagan pulini ishlatadi-da. Oddiy narsa. Endi misol uchun prosta siz holatingizni bilmadim qanaqa, lekin misol uchun agar battor prodyuser bo'lsa, o'sha dalishi anaqasi ishlar yo'lga qo'yib olgan bo'lsa, o'zining boshqa keladigan joylari bo'ladi har xil. Endi ko'pchilik bolalar hozir u yopib qo'yishadi. Nima qilish kerak deysiz, o'sha yaxshi prodyuser bo'lish uchun? Mana post qo'ydingiz yaqinda karuselni postda. 6 narsa yozib qo'ygansiz adashma. O'shanga o'xshagan tavsiya demoqchiman. Yaxshi prodyuser bo'lish uchun nima qilish kerak demoqchimisiz? O'zini o'shani o'zi bo'lish uchun. Ishini ustasi bo'lish. Mana ishni ustasiligingiz nimada bilinadi? Mayda-chuyda muammolargacha tushunishingizni bilishingiz kerak. Ikkinchisi, proyekt qilayotganda men eng kattasi, eng zo'r qilaman deb harakat qilish kerak. Uchinchisi, misol uchun o'sha soha bo'yicha boshqa bo'yicha o'qib izlanish kerak. Bu tushunarli narsa. To'rtinchisi yoki bu birinchisi bo'lishi mumkin. Yaxshi odam bilan, kuchli ekspert bilan ishlash kerak. Oxirgisi uzoq muddatli reja qilish kerak, uzoq muddatli plan qilish kerak. Misol uchun, kim o'sha ekspert bilan ishlayotgan bo'lsangiz, necha yil ishlamoqchisiz savol. Dakan, endi ma'lum bir darajaga chiqargancha deb o'ylamoqchiman. Xo'p, mana misol uchun qanaqa sizda fikr? Oxirganimi? Taqilganimi? Necha yilga reja tuzgansizlar shuni? Meniki endi plus-minus olayapman 2 yilda. 2 yildan keyin nima bo'lish kerak? 2 yildan keyin Konечный rezultat qanaqa? Konечный rezultatmi? Natural bodybuilding bo'yicha natural bodybuilding degan shoudan tanilishi, endi moliyaviy taraflama ham yaxshi qolish, ularnikini ham как Ahad Xudoyev qanaqa bo'ladigan bo'lsa, u kishining darajasini xuddi shunaqa darajaga chiqarishdi. Qarang, mavhumda, agarda ular bilan yaxshi kontrakt qilsangiz, usloni qanaqa bo'ladi? Masalan, hisoblaysizlar, mana 3 yil hisoblaysizlar, 3 yilda 500 ming ta obunachi target qo'yasiz. 3 yilda yoki 2 yilda bilmayman endi, u hammaga qarab. O'sha 5 ming ta obunachini generatsiya qilish uchun nima resurslar kerak? Uni yozib chiqasiz. Masalan, bilmayman, ming reels bo'lishi mumkin. Men 2 yillikda olishim kerak. To'g'ri, 2 yillik olish kerak. 1 oylik, 2 oylik. Yo'q, 2 yillik olish. Bitta xatoyim shu ekan. Uni qilsangiz ertaga muammo bo'ladi. Muammo bo'ladi qanaqa? Misol uchun ertaga sizga pul kerak bo'lishi mumkin, u odamga pul kerak bo'lib qolishi mumkin. Har xil situatsiyaga qarab muammo bo'ladi. Siz o'sha 2 yilni qo'yish kerak-da. Misol uchun realization target qo'yish kerak-da. Shunga misol uchun 1000 ta reels kerak bo'ladi, 2000 ta reels kerak bo'ladi. O'shani ustida ishlash kerak. Keyin har 3 oyda bir o'sha kassa qilish bo'yicha planlar bo'lishi kerak. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, sotuv ochish vaqtidan teskari plan qiladi-da. Siz u 4 marta sotuv ochganingizdan teskari plan qilsangiz, o'shandagina siz kursingizni o'quvchilariga ham yaxshi natija berasiz. Tushunasizmi? Hozir misol uchun sizga natija berishda interest yo'q, pulni qayta olmasa bo'ldi degan anaqa bilan berasiz-da. Agar men aytgandek qilsangiz, deysiz, bu menga hali klient olib keladi deysiz. Shuning uchun uzoq muddatli reja qilish kerak, uzoq muddatli strategiya qilish kerak. Endi zapuskni boshlayotganda, masalan, meni o'zimni endi alohida qilaman shu narsani. Ssenarist o'zim, syomkachi o'zim, montajyor o'zim, targit yoquvchi o'zim, bu normal holatmi? Chotki holat. Rentabilligingiz necha? Rentabilligingiz necha? Nima degani u? Misol uchun deylik, 100 ming sotuv qilsangiz necha foiz sizniki? 40%. Yo, foyda jihatdan. Foyda jihatdan 100 minglik sotuv qiladigan bo'lsa, endi xarajatlar chiqarib tashlanadi-yu. O'sha xarajat necha foiz bo'ladi? Xarajat, misol qilib aytayim, masalan, 10 ming bo'ldi, 500 maksimal $600 sarfladingda xarajatga. 6%. 6%. O'sha agarda men aytgan mutaxassislar hammasini qo'shsangiz, oxirida vitoga sizda taxminan 20% foyda qoladi. 3 oyga bu. Tushundingizmi? O'shani hisobini olib qiling. Misol, o'z qilayotganingiz zo'r agar. Misol, hozir fin kerak bo'lsa ko'proq, misol uchun-da, endi baribir yosh anaqada fin kerak bo'ladi. O'z qilganingiz yaxshi, bagashdi. Bitta ekspert bilan masalan hozir men 2 yil ishlamoqchiman deyman. Boshqa ekspert olishim shart emasmi shunda?
O'zingizga qarab, bu misol uchun yo'nalishga O'zi qarab. siz qanaqa ishlagansiz masalan? Biz sovurganmiz, bostirganmiz. Chunki Jamoa bo'lgani uchunmi? Jamoangiz bo'lgani uchun ko'proq ekspert olganmisiz? ha, endi jamoani qilganmiz. Endi o'zimiz ham 2 kishi edikda. Ha. Endi sizga savol mana bunaqa narsa bor-da. Ba'zi bir narsalar vaqt bilan keladi. Masalan, deylik, siz 500 mingta obunachini deylik, mingta reelsni ertaga qo'yib, indinga 500 mingta qilib qo'yish qiyin narsa-da, bunaqa bo'lmaydi. Vaqt kerak bo'lgan narsalar bo'ladi. O'shaning uchun kutish kerak bo'lgan joyda boshqa anaqani qo'yish mumkin deb o'ylayman. Boshqa proyekt ismini boshqa anaqani qo'yish mumkin, orasiga qo'yish mumkin. Adak bitdan zo'r qilish kerak birinchi. Bittadan zo'r qilish kerak. Bitta 100 minglik qiling deysiz oldin. Bo'ldi, boshqasiga qarang. O'zi sinash uchun bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Atak bilmadim, unaqacha qiyin narsa ko'rmayapman to'g'risi. Bu soha necha yil bo'ladi deysan? Hozir menimcha pik payti, Ya, pik emasmi? Qaysidir o'zi masalan programmistlar pik vaqti bo'lgandi vaqtida, hozir emas. Bu sohani ham pik vaqti bormikan demoqchiman-da. Trend ketib ketgan payti bo'ladi-yu. trend kechib payti o'tib ketdik-ku, hozir stabil paytiga keldi. Stabil payti, stabil ishlash kerak, yaxshi ishlash kerak. Sohani menimcha vaqti bilmayman endi. Davom ishlasa bo'ladimi bu sohada? Menimcha bo'ladi. Sababiki o'syapti xolos-da bozor, общий. Hamma narsa onlaynga o'tadi menimcha deb o'ylayman men. Ya umumiy bozor o'syapti-da, katta o'sish umumiy bozorda, dunyoda. O'shni hisobidan aytaman. Rossiyada вообще hamma narsa bloklangan holatda ham o'syapti bozor. O'shanga menimcha O'zingiz planingiz qanaqa? Keyingi planingiz? biznes Biznes. qilish. Endi bir-ikki misol uchun qilyapmiz hozir ham. Endi o'shani tizimli qilib kattalashtirish maqsad. Har xil yo'nalishlar ko'zlaganimiz bor, yaxshi odamlar sherikchilik taklif qilishgan g'alari bor. Baholisi shu keyingi yil. Endi bu yil ozgina mana shu ishlarni qilamiz, keyingi yillar sekin biznes qilamiz. Abdulhamid aka, kattakon rahmat. Ancha narsa o'rgandim. Sizga rahmat. Yaxshi fikrlar bilan bo'lishdingiz. O'zingizning gaplaringiz bo'lsa, xolis obunachilarga, kuzatuvchilarga beradigan tavsiyangiz deylik. Javob haqiqatda tavsiyam yo'q endi. Misol uchun Masalan, siz shioringiz qanaqa? Hayotda shioringiz? O'zingiz shioringiz bormi? shiorlarim ko'p. Bittasi ulardan misol uchun ko'proq o'qish menimcha yaxshi natija bersa kerak. Ko'proq narsa, kengroq fikrlab. Shu. Qolganlarga ham shu tavsiya. Qolganlarga ham shu tavsiya. O'qish kerak. Kitob o'qish kerak bo'ldi, ko'proq. Endi misol uchun, bitta anaqa bor, mana sizga aytaman, agar til bilmaydigan odam bo'lsa, til o'rganib, boshqa tildagi kitoblar o'qib ko'rishga tavsiya qilgan bo'lardim. Sababiki bitta rakursdan emasda, boshqa rakurslardan ham ko'rish uchun. Lekin yaxshi avtorlar topib o'qish kerak. Masalan, Charlie Munger bor. Shunga o'xshagan odamlar olib o'qish kerak deb o'ylayman. Tushunarli. Rahmat aka, xursand bo'ldim. Sizga Tajribangiz uchun kattakon rahmat. rahmat. Charchamayiga.